Bemorimizda siydik tosh kasali. Ozgina yurib qo'yganlar. Ozgina yurib qo'yganlar deganimiz tosh 3 oy oldin tiqilgan. Bemorda bir kuchli og'riq bo'lgan. Shu bilan o'tib ketgan, bemor ham esdan chiqargan. Tosh tushib ketdi deb o'ylagan. Vaholanki tosh turibdi. 3 oydan keyin yana rezo taqildi. Shunda ham bemor bir haftadan keyin doktorga yetib keldi. Qanday qiyin bizda doktorga yetib kelish. Bu bemorimiz ham jaydari o'zbeklardan oxirida yetib keldi. Yetib kelganda o'zi leykotsitoz 16 ming qiynash protsessi boshlangan. Toshni ola olmaymiz. Shu maqsadda hozirgi qilayotgan ishimiz buyrakka naycha o'rnatish bo'lyapti. Ya'ni buyrakda vaqtinchalikka drenajlash. Yeringdan tozalanib qondagi leykotsitozlar normallashgandan keyin biz toshni olib tashlash harakatini qilamiz.